Boshladik aka. O'zingizni tanishtirib yuboring aka. Qashqadaryo viloyatidan Qamashi Aha. Gulshan mahallasidan bo'laman. Nima bo'ldi aka sizga? Qayeringiz og'riyapti? Shu o'ng oyoqni qo'yapti. Bunga kirgan bo'ldi. O'ng oyoq. O'ng oyoq boshqarib turadigan nervingiz qisilgan. 5 minut. Ko'rachangiz bo'lishdi. Qani, bitta engashib qani aka. Shunday to'g'ri ayolsa, ochingda bitta engashib ko'rib qani, engashasiz. Ya endi shuni Engashganda tortishyaptimi? Qayda? O'ng oyoq. tortishar shunday o'zini. Tortishadi. Bo'yinlar qanday? Bo'yin tepa qismi qanday? Chapga, o'ngga, oldinga, orqaga. Izotalik bormi? Bo'yinda yo'q. Yo'q, ko'ramiz. Qashqadaryo qayerdanman dedingiz? Qamashi Boshingizda chuqurchaga, yuzingizda. O'zingizni bo'sh qo'ying. Qani aka, mana bu yerda og'riq bormi? Mushakda bor. Yo'qda. Shashing. Mana bu yercha. Og'rida. Ben so'raganda yaxshiman deydi bellaringiz. Qarang, bo'sh qo'ying aka. Bu yerda ham borda, o'ng tomonda. Bu tomon. Bu yerda. Boshdan og'riydi. Shamollagandek og'riydi. O'zi yashirganingiz bilan mushaklaringiz qotib yotibdi. Yashirib paxta deydi. Kasalni yashirsang isitmasi ayon qilar degan maqol bor ekan. Bormaga joy qolmadi. Qolmadi? Qayerlarga bordingiz? Shu Qashqadaryo viloyatidan chiqib oldim. Toshkentga o'tmadingiz? Samarqand bormadingiz? Yo'q, Chiyinkaga chiqqanim yo'q. Bo'yin qanday? Og'ridimi? Og'riyapti. Og'riydi-da aka. Uni holatini qarang, umid qiladi. Betib qolganki bir-biriga yosh. Kecha bitta video qo'ydikda, videoda aytdim. Ma'lumotlar visho degan so'zni bossangiz chiqadi. Yana shu gapni, sizlarga qanday tushuntirsak bo'ladi? Menga telefon qilmang soat 2-3 dan keyin. Ma'lumotlar qo'yilgan, описаниeni oching. Ishshoni bosing, описание ochiladi, ma'lumotlar to'liq qo'yilgan. Boshqa savol berilmasin, kommentariyaga qarasangiz shu. Adres qayerda, telefon nechi, hammasi qo'yilgan. Telefon qo'yilgan, adres ham qo'yilgan. Mo'ljal yozilgan, hammasi yozilgan. Aka qanday berib ko'ramiz, bo'sh qo'ying. Mana bu og'ridimi? Keyingi to'shqa bo'sh. Bu yerda. Bu chap aka. Siz o'ngidan shikoyat qildingiz. Chapda ham bo'lmadi. Ana bo'sh. Oqaymi? Oqaymi. Bu yerda ko'ramiz. Bu yerda. Ayoq bo'sh qo'yaman aka. Tiramang, o'z holiga. Shu aytgan o'ngingiz katta ekan aka. 1-2 ga farq bor. Tovonga qarang, bu yoqda, bunisi bu yoqda. Ta'zingiz qiyshiq turibdi-da, bunday yirik bo'lsa. Topgan ayoq 1,5, 1,4, 1,3. Bu yoq og'ridimi? Tiramang, bo'sh qo'ying, bu yoqda. Mushaklar tosh bo'lib qotgan. Biroz og'ritamiz aka, bo'sh qo'ying. Bo'sh. Bo'sh qo'ying. Bu ishlagan yo'q, bu mushak aka. Buni ishlatamiz. Bu qotgan. Asta shu aka, hali qotib turibdi. Voy deysizda. Jon. Qani bu tomondan ko'ramiz, voy bo'ladimi yo'q, bo'sh.
Yani mobiler. Wah, wah, mobil. Valla aka hamma tomoni mushak. Ayol ismi qo'l, bel, bo'yin. Mana shu mushaklar odamni harakatlantirib turadi-da. Bu mushaklaringizni nerv tizimi boshqarib turadi aka. Bir-biriga bog'liq narsa bular. Nerv tizimi o'rta belidan bergacha bo'ladigan bo'lsa, arasidan taralib chiqib turadi. Mana shu mushaklarni boshqarib turadigan nervlar. Ras umurtqa qismini tamom tushib qotadi. Og'riqlar boshlanadi. Demak aka, tepaga qarab bitta yotib olamiz, bitta tortamiz. Oyoq tomonga siljing. Yana siljing aka, bel manberiga kelib to'g'rilasiz. Manberiga biz bitta yangilik o'ylab chiqarganmiz. Yana bel qisib turadi. Qo'ying. Endi sizni yordamchingiz yo'qki, yordamchi bo'lganda oyog'ida ishlab turardi-da. Sotib olamiz. Masalani ixtiro qildim o'zi. Ushlab turibsiz. Ko'raman shu sirilib keladimi endi? Oyoqni ko'taramiz aka, mana bu oyoq tagiga qo'yiladi. Shunday qo'ying oyoqni. Bu yangilik aka. Qo'lni bu yerga qo'yamiz. O'zingizni bo'sh qo'ying. Qo'ying boshda. Demak, o'zingiz bo'sh qo'yasiz aka. Bitta tortamiz, tas. Aha, bo'sh. Nima bo'ldi aka? Bo'yin, bel. Atmang. Bo'sh berib. Onu kaçırdım. Dur, ketadi aka. Ketadi. Qo'ying. Umurtqani davosar ekan bo'ldi, uni ochish kerak. Qisib qoldi-ku, nerv qisib qo'ydi. Siz millionlab ukol olsangiz ham, siz olgan ukollar mana umurtqani ochib qo'ymaydi yoki qishingizni to'g'rilab qo'ymaydi. Og'riqlantiradi ular. Buni foydasi yo'q. Qachon qisilgan umurtqa ochiladi, ochiladi. 50-70% gacha ochiladi aka. Qisib qolgan deb qo'yaveradi, og'riqlar momentan yo'qoladi. Aylaning aka, boshlang. Qorinda. Qorinni ko'tarmang, mana qo'yib olamiz. Yoting. Shunday. Eshikka yuzingizni qo'ying, moslashib yoting. Qo'lni yonga orqaga. Peshona turamadimi? Yo'q. Demak, katta oyoqni to'g'rilab olamiz. O'ngda tizlarni bo'kang. Oyoqni erkin, bo'sh qo'ying. Tirs o'g'ani ketdi. Tirs. Mana aka tirs joyida. Roman katta edi. Tirs tabiiy. Keyin ana bu endi YouTube'ga murojaat etaman. Odamlarga. Video ko'rganingizda подписаться bir bosib qo'yingizlar, obuna bo'lib qo'yingizlar, like-payklarini bosib. Biz endi hech like-pay so'ramaymiz. Endi aytaman-da, YouTube'dan hisobot kelib turadi-da. 83-85% просто tak ko'radi. Na like bosadi, na подписка. Bitta bosib qo'ying, sizdan hech narsa ketmaydi. Agar kelmasa deyman-da. Ko'pchilik tushunmaydi-da. Ko'pchilik o'ylaydi, telefonimda megabaytini pulini olib qo'yaman, bo'lmaydi.
Подписка obuna bo'lsa, biz nima qo'ysak, shunga birinchilardan boradi-da, ko'radi. Laykini bossa, tarqalishga yordam beradi. Muolaja og'riq bo'ladi ekan. Og'riyaptimi? Og'riyapti. Chidamli ekansiz lekin. Nima qilaylik? Qashqadaryoliklar ham chidamli bo'ladi lekin. Masalan, chidab turaman. Tandirga to'yganda Qashqadaryoliklar. Qayerda tandir? Ha, yo'qmi? Yo'q. Biz tarafda yo'q. Chim degan joyi bilasiz? Chimdan. Bo'lar ekan, vaqt desa. Shu tuchga savol. Men bor. Tushda ekan. Tashagan ko'targan. Tashagan to'g'rildi, ya'ni ko'targan joyga boramiz ekan. Ana bitta chiqar, Ramazon chiqaramiz ekan, bo'sh qo'yib. Yana bitta nafas. Aha. Yaxshi ovozingiz bor ekan. Yoqimli-da? Bravo. Aha. Dam olamiz. Ushashing. Nafas, bo'sh, chuqur nafas, ketdik. Kechagina aytdim ha videoda. Ishlarni bosing desam, yana shu aytgan savol kelib turibdi. Adresda aytdim. Telefonda aytdim. Ana shular ovoz ishlarda bor. Ishlarni bosing, o'zbekcha bo'lsa, programmasi telefoningizda yana deb yozilgan. Shuni barmoq bilan bosish kerak bo'ldi. Apishani yozuvlar chiqadi. Dam olasizmi aka? Buradan Askerlar qo'yib. Şuraya boş koyun. Ben orman. Başındaydı. Durmayın. Boş. Aka bo'shashing dedim. Bo'sh qo'ying, chuqur nafas. Mana ochib olaylikmi? Tepadan ochib kelyapti. Juda bardamli, chidamli bo'ladi-da. Shunaqa ekansiz lekin, молодецsiz. Nafas, chuqur ketdik. Ovozingiz juda shikali ekan. O'zingizni ish bilan shug'ullanasiz. Gapiringlar adam bilan. İşlemeyi hech joyda qilman. Shu yoshgacha ham ishlamadingiz? Yo'q. Qanday ro'zg'orni harakatlantirdingiz unda? Ish yetib yuribmiz. Bir ish qilmaysizmi? Yo'q. Qo'yib. Demak aka, bitta chuqur nafas olamiz. Endi nafas olamizda, nafasni ushlab turamiz aka, chiqarmasdan nafas. Ketdik. Ovoz, uncha ovoz. Yana nafas. Faqat tirishmang aka, nafas ketdik.
Bu şeyler kadar taş uyatadaki boşaldı. Taraf tamam. Nefes. Yana nefes. Otingiz nima o'zi? Said Murod. Said Murod aka. Said Murod aka. Bo'sh. Turishni yelkalab qo'ying. Bo'sh qo'ying dedi. Chuqur nafas. Bo'sh. Ket nafas. Suyaklaringiz anov qolgan deb saf uryapsiz. Murtashqan. Mutlashgani 4-ta aka. Hali 4-ga yetib kelgani yo'q. Bu murtashqan. Men aka, siz qatori ko'pchilik shunday o'ylaydi, suyakka uryapti, suyakka urmaydi. Umurtqani orasiga barib qo'yib uriladi, siljiydi umurtqa. Yana uni suyakka urishib yoqqa. Ochilish kerak. Og'riydi aka. Bu yerda qistirish borda, chuqur nafas ketdik. Чувствительный экзамен гипераганда да екен. Чувствительный. Немедленно. Boş. Oldu. Sabır. Öyle. Ko'taring aka, mana barcha chamolim. Yoting. Qo'llar qilgan. Endi gap bunda, mana urilgan joy borki, 1-2 kun og'riydi aka. Endi bu hammada har xil. Birovda 1 kun, 2 kun, birovda 4 kun, 5 kun og'riydi. Bundan xavotir olmaysizmi? Bu zarbniki. Zarb bo'ldi, to'qimalar ezildi, og'riydi. Bundan xavotir olmang. Qotmang. Bo'shashing. Endi aka, boyagi boshdagi og'riqlarni ko'raman. Qani nima bo'ldi bu og'riqlar? Og'riq shunday turibdimi, kamaydimi, yo'qoldimi, bo'sh qo'ying. Og'ridimi? Yo'q. Biraz çek. Yo'q. Aniqmi? Og'rigan oyog'ingiz o'ngni ko'raman. Bu yerda. Hozirroq shamollashtirdi aka. Bu yerda. Yo'q. Oyoqdagi suroma. Katta o'tiradi bu. Oldinroq bo'lsak bo'lamiz. Qo'ying. Bo'sh. Bo'sh.
Endi ko'raman. Borma og'riq. Yo'qmi? Ko'krakni ko'taring, yelkani. Davay. Endi peshonani qo'ying menga, orqaga ozgina. Qo'l yonga orqaga. Endi aka kayf qiladigan to'shkalarga yetib keldik. Hozir ko'rasiz-da. Urmasam Bu boshqacha kayfda. urmasam Yo'q, urgan. Lekin davom etadi. Hozir uradigan zaman, hozir birov ursa, nurni kutib qo'yadi. Keladi jarima yoki o'pishlatga. Demak, og'zida yurmagan ekan. Boshqa ikkita qo'lga ozgina to'kiradi, ketdik bo'sh. Aha. Aha. Mana shuni aytdim aka, kayf deb. Kuchliroq kayf. Aha. Bo'sh. Bo'sh. Yelkani qo'ying, bo'sh, chuqur nafas. Bo'sh, to'kiradi. To'g'riga. Yelkani qo'ying, bo'sh, ketdik, to'k. To'g'riga qo'ying, bitta peshonani qo'ying, padakka. Sovg'a, yangi yil arafasizga bo'sh. Sovg'a yoqdimi aka? Ko'taring, mana. Endi yoqing. Bir kelib qolibsiz aka. Yana navbatingiz bugun bo'la turib, kecha kelyapsiz. Kecha kech qoladi. Bir duam chiqmasa turib ol. Kechga qolib ketaman, topda keldim men. Tashlab qo'yman. Endi aka, mana bu shaylarni shunday joylab qo'yaman bo'ladi. Xush qo'ying. Og'rimaydi. Anaka tushami endi? Sekin tushing. Sekin sakramay bo'ladi. Tushing, yuring. Qani yuring aka, mana bu yoqlarga yuring qani. O'zingizni bo'sh qo'yib, erkin, qo'rqmasdan, tirishmasdan. Urgan joylar og'riydi, aytib qo'y aka, uni xavotir olmang. Unga boya aytdim, dorixonalarda
Menavazin degan dori bo'ladi. Shundan surib turasiz. Aha. Boya cho'loqlanib kelavdingiz a o'ng tomonga qarab. Shu orqali urganni sog'layapti. Nimada? Urganlarni sog'layapti. Ha, aytdimku, urgan endi boshqa travmali gapda bu udar bo'ldiki, shuni hisobiga to'qimalar eziladi, og'riydi. Endi aka ehtiyot bo'lasiz, bir 2-3 hafta qaymi? Og'ir ko'tarmang. Sakramang, uzoq soatlab o'tirmang, soatlab oyoqda tiktirib uzoq yurmang. Issiqqina yuring, kunlar sovuq, muzlagan bugun, sovuq bo'ldi. Shuning uchun bir 15 kun 20 kun ehtiyot bo'lasiz. Qani nima gaplaringiz bor? Chidasa bo'ladimi, yo'qmi? Chidasa bo'ladi, rahmat doktor bor. Harakat toping. Qo'llaringizda ko'rmasin. Bemalol kelib, chidasa bo'ladi. Bo'ladi? Baqirsa ham bo'ladimi, yo'qmi? Baqirsa, voy deb baqirsa endi ozroq bo'ladi. Bo'pti aka, sizga sog'lik, salomatlik, uyga yaxshi yetib oling, eson-omon. Alloh shifosini bersin. Hammani yangi yil bilan tabriklaymiz. Sog' salomat bo'lingizlar. Endi o'zim ko'rimga qoldim, bo'pti, xo'p. Salomat bo'lingizlar.